Polniy moyda. Polniy mana iskira joylari o'ladi. Qancha mashina tortmayapti edi. Bugun 8-aprel. Mashinam tortish o'zgarib qo'ygan, yaxshi emas. Hozir mana babinani yechdim, sekund oldi, ana qaranglar. Ichi to'lli moy bo'lib qolgan. Mana bu yoq quruq bo'lsa, bu yoq moy bo'lib qolgan, ko'ryapsizmi? Iskirasi yo'q qiladi. Mana bu yerdan xafa, mana moy bo'yatib ichi ko'ryapsizlarmi? Mana yonlari moy. To'lib qolmagan bo'lsa ham yonlari moy. Hozir yechib ko'rsataman. Yechishdan oldin ko'rsatib o'tib ketyapman. Mana bu joylarda moy oqqan. Krishka praketiga moy oqqizyapti. Krishka praketiga moy oqqizyapti. Krishka praketikani almashtirganimda va endi DTPdan keyin ochtirib polniy zo'r qildirgandim, padushka bilan. Shunda qo'yilgan, 2 oy, 3 oy bo'lib qoldi, krishka praketika almashgan, original qo'yilgan. Bu o'zimizda ham shunaqa narsa bo'lib turadi. Narsa qo'yiladi, yaxshi chiqmaydi. Ili usti yomon qo'ygan bo'ladi. Nimadir sabab bo'ladi. Cho'nqisdan o'shaning uchun qarab qo'yiladigan joyi. Svechalarni bo'shatib bo'ldim, hozir magnitni olamiz. Ключ tiqqanimda ключ bilan moy bo'lib ketdi. Yangi sotiladiganlikni berasizmi, aka? Mashina ushlab tur. Polniy moyda. Polniy mana iskira joylari o'ladi. Qancha mashina tortmayapti edi. Mana aka, svecha berganingiz musor ekan. Kamera fiksatsiya qilmayapti mana qoldi. Mana shu svecha musor ekan, bilib qo'yilib, bo'sh svechasi. 2-3 oy oldin svecha qo'ydim, moylanib ketyapti. Moylanib qolishi to'g'rimi? Svechadan endi olgan zapchastim yomon bo'ladi, to'g'rimi? Yoki aybi mana krishka prakletga moy qo'yib yuborib, ichiga moy o'tib ketganidanmi ekan balki ayba? Yo, eng yaxshisi baribir olgan narsamni yomonlab qo'yganim yaxshi, to'g'rimi? Tushunmasdan turib. Mana shunaqa svecha qo'yganim, ichlari moylanib ketgan. Zetta 3 oy oldin shu svecha qo'ygan paytimda krishka praketkani ham almashtirgandim. Endi bilib bo'lmaydi, qachondir krishka praketga qo'yib yuboradi, nimadir sababli yarasha, mashinani qiynaganga yarasha. Bu narsani endi javohmi narsasi yo'q. Prosta yechiladi, tozalab qo'yib qo'yiladi. Bu endi moy o'tkazsa kam o'tkazyapti. 2-3 oydan keyin yana moy bo'lib qoladi, yana tozalab yuboriladi. Yo'q bo'lmasa moy bo'lmasligi uchun krishka praketkani almashtirib yuborish kerak. Ko'plar erinadi. Prosta yechasizlar. Krishka prakletkani almashtirgani erinsangiz ustiga olib borib, yechib tozalab turasizlar. 10 minut vaqtingiz ketadi. Hech qanaqa rasxod boshqa pulingiz ketmaydi. Prosta yechib tozalab, moydan tozalab, ko'mir joylarini tozalab qo'yib yuborasizlar, dalish yuraveradi. Ana endi menga yetdinglar svechani farqiga boradigan odamlar. Svecha qanaqa sassanda turibdi? Men hozir yuvib, tozalab, quritib bo'ldim, уже qanaqa sassanda turibdi mana bu joy qayriladi. Tepasi qaralmaydi, mana shu joyga qaraladi, to'g'rimi? Ko'ringlar.